Aşık bulup Rabbimning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an azod va jihodga qatnashganligini e'lon qilgan kishining hukmi. Allah uchun xolis jihod qilib, xolis va samimiy niyati jang tugagandan keyin saqlanib qolgan mujohid ba'zida jang va g'azotdan salomat qaytib kelgandan keyin o'zining qilgan g'azotini bilmaydigan kishilarga bildirish yoki jangdagi shijoati va sabr-sabat bilan turganligini boshqalarga so'zlab berish ishtiyoqi qo'zg'alib, o'zining g'azoti va jihodidagi bir qism hodislarni tafsiliy bayon qilishga boshlaydi. Bundaq kishining ilgirki amallarining bekor bo'lganligi va qilgan bu so'zlar bilan ilgirki samimiylik bilan qilgan jihodini yo'qqa chiqardiganligi haqida nurg'un dalil va olimlarning so'zlari kelgan. Abu Qatada Ansari radhiyallohu anhu mundaq deydi. Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Rasululloh, yil bo'yi üzüldürmey roza tutgan kishining rozisi qandoq bo'ldi?" deb so'ragaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "U roza tutganmi bo'lmaydi, roza tutmaganmi bo'lmaydi. Ya'ni u sunnatga muvofiq roza emas" degan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir kishining "Men tunugun Sura Baqarani o'qidim" deganligini anglab, u mushu so'zi bilan o'z nasivisini ilib bo'ldi degan. Har qanday kishi qilgan amallarining bekor bo'lib ketmasligi uchun qilgan jihodi va boshqa yaxshi amallarni munosabatsiz kishilarga so'zlab bermaslik lozim. Agar o'z jihodini so'zlashda biror foydali manfaat bo'lsa, niyati xolis bo'lib, o'zini riyodan saqlay olsa, so'zlisi hech qis yo'q. Bunda qilish uning amalini bekor qilib o'tmaydi. Chunki bu boshqalarning ibrat elishi yoki anglag'uvchilarning qalblarida jur'at, shijoat va quvvatni urg'utishni maqsad qilish hisoblanadi. Shu sababli anglag'uvchi ham uning qandoq mustahkam turganligi, qandoq urushganligi, Alloh yo'lida qandoq mol sarf qilganligiga asosan o'z nafsiga dars berib, qalbi kuchlandi. Mili va jinini sexiylik bilan pido qildi. Qalbidan qo'rqinchoqlik va bexillik zulmati yo'qoldi. Chunki inson nafsining tabiati raqobatlashish va yaqinlarga o'xshash bo'lishga erishman bo'ldi. Salaf solihlar o'z amallarini ana shu maqsadda so'zlab beradi. Ular kishilarni yaxshilikka yetaklash maqsadida riyo bo'lib qo'yishdan ehtiyot qilib, jihad to'g'riliq so'zlaganda o'zi qilgan amalni ham o'ziga nisbat bermay, ba'zi mujohidlar mundaq ishlarni qilgan yoki men mundaq ish qilgan bir kishini ko'rdim va yoki men mundaq qilgan birini tunuyman deyish orqali yetkazadi. Chunki buning bilan qarish taraf mazkur amalni qilguvchining so'zliguchi ekanligini bilmaydi. Shundaqla yetaklash va boshqa maqsadlar ham hosil bo'ldi. Salaf solihlarning nurg'unlari garchi boshqalarning ulgu qilib olishi uchun so'zlamoqchi bo'lsa-mu, yanilla o'z amallarini yushirishga tirishadi. Chunki ular riyo bo'lib qilishdan qo'rqadi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kimki boshqalarning anglashini orzu qilsa, Alloh uni barliq anglag'uvchi kishilarga anglitib qo'ydi. Hamda uni bechora va past holatga tushirib qo'ydi." Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kimki boshqalarga anglitish maqsadida biror amalni qilsa, Allah uning buzuq niyatini qiyomat kuni xaloyiqlarga anglitib, oshkorlab rasvo qildi." Salaf solihlar o'zining taat ibodatlarini so'zlash va uni oshkorlashning intayin xatarlik bir ish ekanligini biladi. Hamda o'z nafsining vasvasalaridan saqlana olmaydiganligini bilib, hatto kichik amallarning bekor bo'lib ketishidan ansirab, uni yushirishga tirishadi. Va faqat Allohning xabardor bo'lishi va bilishi bilan kifoyalanadi. Chunki amallarni mukofotlovchi faqat Allohdir. Ibodatlarning eng muhimi va afzali qilgan jihodini yushirishdir. Chunki xolis Alloh uchun qilingan jihod mangulik saodatning manbasidir. Agar uni riyo bilan bekor qilib etsa, mangulik baxtsizlikka sabab bo'ldi. Salaf solihlarning o'z jihodini yushirishga tirishganligiga tövandagi misollar dalildir. Ibn Asakir Abdullah ibn Sinondan naql qildiki, Abdullah ibn Sinon mundaq deydi: "Men Abdullah ibn Muborak va Mu'tamir ibn Sulaymon bilan birga tartusda edim. Kishilar, jangga chiqadiganlar,
jangga chiqadiganlar deb to'g'ildi. Ibn Muborak, Mu'tamir va boshqalar chiqdi. Musulmonlar bilan dushman saf tuzishganda Rumliklar orasidan bir kishi chiqib, yakmiyak ilishishga odam talab qildi. Uningga bir musulmon chiqaydi, Rumlik qattiq ilishib, musulmonni shahid qilib etdi. Uningga qarshi yana bir musulmon chiqaydi, Rumlik uni shahid qilib etdi. Toki muborizada musulmonlardan 6 kishi shahid bo'ldi. Hiliqi Rumlik ikki saf orasida muboriz talab qilib mang'atdi. Uningga qarshi musulmonlardan biror kishi chiqmadi. Mu'tamir mundaq deydi: Abdullah ibn Muborak menga qarab, agar menga o'lim yetsa, sen mundaq qilgan deb vasiyat qoldirib, ondan yuzni o'rib olgan holatda etini chaptirib Rumlik bilan muborizaga tushdi. Bir oz ilishgandan keyin Ibn Muborak uni o'ldirdi. Ondan u muboriz talab qildi. Uningga qarshi Rumning yana bir kuch-tungiri chiqaydi, u uni o'ldirdi. Ibn Muborak shu tariqada Rum cheriklaridan 6 o'ldirdi. Ondan u yana muboriz talab qilgaydi, ular qo'rqqanligidan birarsi uningga qarshi chiqolmadi. Shuning bilan u etini chaptirib, ikki saf orasida g'oyib bo'ldi va mening yonimdagi turgan o'z o'rniga qaytib kelib, menga bayotinqi ishlarning mening qilganligimni men hayot vaqtida hech kimga so'zlamagan dedi. Men uning qilganini faqat u vafot bo'lgandan keyinla ondan so'zildim. Yana bir misol. Ibn Asakir Asma'idin naql qilib mundaq deydi: Maslama ibn Abdulmalik Rum diyoridagi bir qo'rg'onni muosirga oldi. Lekin ularga harg'inlik yetganligi uchun har qancha qilibmi bostirib kirishga va fath qilishga amal qila olmadi. Shu paytda bir kishi kelib qo'rg'onning suv to'nilidan qo'rg'on ichiga kirdi va Alloh u kishi sababli musulmonlarni g'alabaga erishtirdi. Jang musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashgandan keyin Maslama ibn Abdulmalikning jakartisi to'nildan kirgan kishi qayerda deb to'g'ilg'aydi, hech kim javob qaytarmadi. Keyin u 2, 3 va 4 qitim to'g'ilgan bo'lsa-mu, yanala hech kim javob qaytarmadi. Keyin mujohidlardan biri Maslamaning yoniga kirib, to'nildan kirgan kishi uning ismini hech qanday bir o'ringa yozdirmasligini, uningga hech qanday mol yoki mukofot berishga buyurmasligini va uningga biror amal mansab bermasligini shart qildi. Agar mushlarga qo'shilsang o'zini oshkorlaydi dedi. Maslama: agar bu uning sharti bo'lsa, biz uningga qo'shilamiz dedi. U: men shu kishi bo'laman dedi va chiqib ketib, Maslamaga qayta hech yerda ko'rinmadi. Shuningdan e'tiboran Maslama har namozning oxirida: ey Alloh, meni to'nildan kirgan shu kishi bilan birga qilgin deb duo qildigan bo'ldi.